O'rtoqlar, menda bitta muammo qaranglar. Men Chirchiq dambadan kirib keldim. Mana bu yo'llardan kirib mana bu yerga kelib qoldim-da. Shu yerga kelib qoldim, lekin mana bu yerda g'ijjal bor, bilasizlar. G'azalkentdan kirib kelsa bo'ladi. To'g'ri asfalt yo'l. Bu tomonning yo'llari juda ham yomon ekan. Ba'zir keldim men. Prada faqat katta mashinalar yurganda men bu yerni avtomobilda kelib oldim bu yergacha. Endi muammo mana shu mahallaga tushib olsam bo'ldi edi. Mana shu yerga tushib olsam, ketdi yog'i G'azalkentgacha chiqib boradi. Mana bu yerda Sharof Rashidov dachasi tepada turibdi. Mana shunday asfalt yo'l bilan chiqib borsam bo'ladi. Orqaga qaytgim kelmayapti bu tomon. Bu tomon ham ketgan, sal yo'llari yomon, tepaga chiqib ketyapti. Agar o'sha yerdan pastga tushib olsam, o'rtoqlar, shu yerdan pastga tushib olsam, to'g'ri G'azalkentga chiqib boraman-da. Orqaga esa 1-2 soatlik yomon yo'llardan bilan 2 soat ketish kerak. Mana jonivor chidab beryapti shunga. Lekin ayayapman buni, shuning uchun mana shu yerdan ketmoqchiman. Mana shu atrofdan tushib borishim kerak. Mana shu yo'llardanmi tushib borib, mana shu poselkaga tushib olsam bo'ldi. Qishloqmi yoki seloga tushib olsam, mana bunday qilib tushib olishim kerak-da, fokus bo'lsa. Tak, mana bu yerdan tushib olishim kerak. Qaranglar mana. Shu kim tushgan yo'l bormi shu yerda? Men mana bu yerdan kirib keldim, lekin mana shu yergacha.